Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xullas, mana Sergelning ichida bitta ko'chaga nima yo'ygan, nima deydi, shag'al yo'ygan. Men katta mashina haydayman-da. Sal tez yursam changiydi. O'shanga sekin mana 7-ko'rsik solib qo'yib, gaz bermay ketyapman, changitmaydi. Endi savol, hozir orqamdan bittasi keldi, "Haydamaysanmi tez-tez?" deb qo'pol gapirib, so'kinib ketdi. Mana hozir oddiy misol, yengil mashina ketyapti, mana changyapti o'shani o'zida. Men sal sekin ketyapman, katta mashina yaxshigina changitadi. Endi boyagi savolga kelsak, qo'pol gapirib ketdi. Mashinaning nomeri ham bor, mashinani videosi ham bor. Endi men sekin changitmay, sekin haydab ketganim to'g'rimi yoki tez haydab changitib ketishim kerakmidi? Javob berib yuborsalaringiz o'shanga.